Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa tavba istig'for haqida bo'ladi. Tavba qilish degan yana bir narsadan qaytish, yana qilgan gunohlardan qaytish degan ma'noni anglatadi. Bu tavba inson bilan agar bu tavba qilish inson bilan Alloh taolaning o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, tavbaning 3 sharti bor. Yana birinchisi, mana bu qilgan gunohni tark etish. Men gunohni qildim, men bo'ldi bu gunohni boshqa qilmayman deb. Ikkinchisi, qilgan gunohiga pushaymon qilish. Men bu gunohni qilib qoldim deb, uningga nihoyatda qattiq pushaymon qilish. Uchinchisi bo'lsa, mana bu gunohni qayta qilmayman deb va'da berish. Shunda Alloh taolo bu insonning qilgan tavbasini qabul qiladi. Agar bu ishqa bandining haqqi aralashib qoladigan bo'lsa, u chaqda tavbaning 4 sharti bo'ladi. 3 sharti yuqorida bayon qilinib o'tgan shartlar bo'lib, 4-inchisi bo'lsa, aşı insonga haqqini berish. Yani bir insanın gıybetini qilib qo'ygan bo'lsa, berib birodar, sening men manda g'iybatingni qilgandim. Seni men manda qilgandim, ya narsangni o'g'irlab olgandim, ya o'qigandim, ya san zulm qilgandim. Xohlasang sen men qilgan narsani qilib, o'chingni ilib olgin. Yoki bo'lmasa meni birodar meni afu qilgin deb rizolik elish. Shuning bilan bu insonningki tavbasi maqbul bo'ladigan aziz qarindoshlar. Tövbe hakkında Kur'an-ı Kerim'de, tövbe istiğfarı hakkında Kur'an-ı Kerim'de bekmi köp ayetler var ve şunun bilen birgelikte Peygamber Aleyhisselam'ın kançılığın hadisleri var. Biz bir yerde bu ayetlerden bir kançını ve hadislerden hem bir kançını bir yerde sözlep ötüşke hareket kılımız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve tubu ilallahi cemi'en eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun dedim. Allah Teala'ga hemminglar tövbe kılınlar ey müminler dedim. Necat tepişinler için dedim. Necat tepişimiz için biz Allah Teala'ga tövbe istiğfar etişimiz lazım eken. Çünkü biz insanımız hatalıklardan, günah kemçiliklerden hali bulanmayız. Turgan kadem, baskan kademimizin hemmisi hatalıklarını öz içine aldı. Şunun için biz her kandak halette vaktini, fırsatını ganimet bulup tövbe istiğfarını köprak etişimiz gerekken. Bu ayette olsa Allah Teala müminlerge, mümin Müslümanlarga hitap kılıp sizler hemminglar tövbe kılınlar, necat tepişinler için dedi. Biz necat tepişimiz için mana bu tövbe istiğfarını nihayetimi köplep kılışımız mümkün eken. Tövbe istiğfarınınki çeklemesi yok aziz qarindoshlar. Men bugün bak jiq tövbe istiğfar aytib ketdim. Bo'ldi bu yeta. Endi bir ishgacha tövbe qilmasam ham yetkidek tövbe istiğfar qilib oldim deb manda chek chegarasi yo'q buningki. Chunki
Kainatning sarvari bo'lgan payg'ambar alayhisalom degan zot oldingi va oxirgi gunohlari barliq gunohlari afv qilingan zot kunda 70 qitim tavba istig'for aytatdim dedi. Yana bir hadisda bo'lsa men kuniga 100 qitim tavba istig'for aytatdim dedi. Payg'ambar alayhisalomning bir qitim astag'firulloh deganini biz 1000 qitim aytsak ham o zotning bir qitim aytganiga teng kelinmaydi aziz qarindoshlar. Biz g'aflatda boshqa narsa bilan aytamiz, payg'ambar alayhisalom butun vujudi bilan uxlagan bo'lsa ham, ko'zini yumib uxlagan bo'lsa ham, qalbi uxlamaydigan payg'ambar alayhisalom butun barliq vujudi bilan mana shu tavba istig'forni aytadi. Mana bu Alloh taolaning oyatidan ham payg'ambar alayhisalom shuni bildi ekanki, tavba istig'forningki chek-chegarasining yo'q ekanligini. Va Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi ekanki, "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayhi." Ey mu'minlar, Robbinglardan gunohinglarning mag'firat qilinishini so'rab, istig'for aytinglar va keyin esa tavba qilinglar dedi. Shuning uchun biz qanchalik istig'for aytsak, qanchalik tavba qiladigan bo'lsak, bu sizu bizlar uchun nihoyatimi oz hisoblanadi aziz qarindoshlar. Va boshqa bir oyatda yana Alloh taolo aytadi ekanki, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha" dedi. Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga tavba qilinglar, yana haqiqiy chin dildan tavba qilinglar dedi. Bizning tövbemiz madamiki haqiqiy chin dilimiz bilan, yuragimiz bilan, bag'rimiz bilan chiqadigan bo'lsa, u tövbe qabul bo'linadi ekan. Ağzımızning uchiga aytib qo'ydigan bo'lsak, ağzımızdaki so'z bilan qalbimizdagi so'z bir-biriga mos kelmaydigan bo'lsa, aziz qarindoshlar, tövbemiz nuqsonlik va kamchilik bilan ado qilingan bo'ladi ekan. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni chin dili bilan, chin qalbi bilan, chin yuragi bilan tövbe qiladigan mu'min musulmon bandalardan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz aziz qarindoshlar. Endi payg'ambar alayhisalomning hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra aytadi ekanki, "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: Wallahi inni la astaghfirulloh va atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marratan." Ravahul Buxoriy. Yana payg'ambar alayhisalom aytadi ekanki, Alloh bilan qasam dedim. Inni la astaghfirulloh, shak shubhasiz men Allohga istig'for aytaman dedi payg'ambar alayhisalom. Va atubu ilayhi, va uningga tavba qilaman fil yawmi, bir kunda aksar min 70 marratan, 70 qitimdan ko'p tavba istig'for aytaman dedi payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalom kim? Gunohsiz bo'lgan bir zot, olamlarga rahmat qilib avatilgan bir zot. Shundoq turug'liq payg'ambar alayhisalom kecha kunduz mana shu o'zi uchun tavba istig'for aytadi. Shuning bilan birgalikda ummatining gunohining mag'firat qilinishini so'rab Alloh taoladan tavba istig'for aytadi. Kunlarning birida Oysha onamiz aytdi ekanki, "Ya Rasululloh, sizning oldingi va keyingi barliq gunohlaringiz afv qilingan tursa, nima uchun siz kech-kechlab uxlamasdan oyog'ingiz qapirib ketgan holatda mana bundaq tövbe istig'for qilasiz?" deb so'raganda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Ey Oysha, afala akunu abdan shakura" dedi. Alloh taolo menga shunchalik imtiyozlarni berib qo'ygan bo'lsa, rahim shafqatni, mehribonlikni qilib qo'ygan bo'lsa, men u Alloh taologa shukr qilguchi, yana menga ato qilgan ne'matiga rahmat deydigan, shukr qiladigan, minnatdorligimni bildiradigan bir banda bo'lsam bo'lmamdimi deb payg'ambar alayhisalom bundoq deb javob bergan aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz hammamiz bu gunohkormiz bu dunyoda. Hammamizning gunohimiz o'zimizdan yetib oshidi. Ammo Alloh taolaning mag'firati, rahmati bizning gunohimizdan nihoyatda kengdir. Qandaq bir banda Alloh taolaning huzuriga mengib keladigan bo'lsa, Alloh u bandaning oldiga yugurib keladi. Ya'ni bu degani biz Alloh taolaga zarrachilik bir qadam
yuzlanadigan bo'lsak, Alloh taolo sizni biz tarafga yuzlanadi, talpinadi aziz qarindoshlar. Yana biz qanchalik yaqin bo'lsak, Alloh taolo bizga shunchalik yaqin bo'ladi. Ha? Biz ozgina yuzlanadigan bo'lsak, Alloh taolo bizning yo'limizni bag'an sira ochib beradi va o'zininki rizoligiga erishtiradigan yo'llarni sizni bizlarga oson qilib beradi. Shuning uchun biz mana shu qo'limizdan kelgancha taat ibodatlarni qilib, Alloh taologa yaqinlashadigan solih amallarni qilishimiz lozim. Ali radhiyallohu anhu mundaq degan ekan aziz qarindoshlar. Alloh taoladan qutulishning, azobidan qutulishning ikki yo'li bor degan ekan. Birinchisi, biz Payg'ambar alayhisalom bilan billa Payg'ambar alayhisalomningki aramizda bor bo'lishi bizning Alloh taolaning azobidan qutulishimizning bir vasilasidir degan ekan. Ammo afsuski, hozir bo'lsa Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib ketdi. Buning bilan biz ikki sababningki birisini yo'qotgan bo'ldik dedi. Ikkinchisi bo'lsa ko'plab tavba istig'for qilish, aytishlikdir dedi. Bu so'ziga Qur'oni Karimdan dalil keltirib aytadi ekanki: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim" dedi. Ya'ni sen ularning ichida turgan chaqda seni hurmatlash yuzidan Alloh taolo ularga azob qilmaydi degan mana bu oyatni o'qidi. Birinchisi, bu oyatning davomida aytadi ekanki: "Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun." Ya'ni ular istig'for aytib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Yana qanda bir qavm tavba istig'forni ko'p aytib yashaydi ekan, u qavmga Alloh taolo azob uqubatini tushirmaskan. Azob uqubatni yog'dirmaskan. Qandaq bir qavm Alloh taoladan g'aflatda qolib, gunohlarga patib, maishatlarda Allohni unutgan holatda yashasa, ana shu qavmga Alloh taolo o'zining azobini yog'diradi ekan. Ammo Allohga yaqinchilik qilib, Alloh taolaga tavba istig'forni qilib yashaydigan qavmga Alloh taolo o'zining rahmatini, mag'firatini yog'diradi ekan. Alloh taolo u qavmni azoblamaydi ekan. Kunlarning birida Hasan Basri rahmatulloh alayhinki huzuriga, yana u nihoyatimi tabiinlardan bo'lgan bo'lib, nihoyatimi katta olim, Allohningki valilardan biri bo'lgan zot Hasan Basri rahmatulloh alayh. Bu kishining huzuriga kunlardan birida yana atrofida odamlar bilan o'tirib turganda bir kishi kirib so'rabdi ekanki: "Ey Hasan Basri, men nihoyatimi kambag'alman, nihoyatimi qishlanayapman. Menga bir nima qilgan degan chaqda, bir yo'l ko'rsating degan chaqda Hasan Basri aytibdi ekanki, ko'plab tavba istig'for aytgin deb yo'lga sap qo'yibdi. Uning orqasidan yana bir inson kirib ekanki: "Ey Hasan Basri, men to'y qilgan edim, necha yildan beri farzand ko'rmayapman. Farzand dog'iga nihoyatimi nimaman? Farzand ko'rmadim, farzandim yo'q. Menga bir yo'l ko'rsating" deganda Hasan Basri aytdi ekanki, ko'plab istig'for ayting dedi. Uchinchi bir inson keldi. Uchinchi bir inson kelib aytdi ekanki, "Men bir dehqonman, dehqonchilik qilaman. Nihoyatimi cho'ng dehqonchilik maydonim bor. Ammo mana bu yomg'irlar yog'maganligi tufayli, qaqaschilik tufayli men hech qanday mo'l hosil ololmadim. Menga bir yo'l ko'rsatsangiz" deganda ko'plab istig'for ayting dedi. Shuning bilan bu hamma uchilisi chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin Hasan Basrining yenida o'tgan kishidan biri aytdi ekanki: "Ey Hasan Basri, yeningizga 3 xil inson keldi. Birisi kambag'alligidan shikoyat qildi. Uningga istig'for aytgin deb yo'lga soldingiz. Yana birisi farzand ko'rmadim deb shikoyat qildi. Uningga ham istig'for aytgin deb yo'lga soldingiz. Uchinchisi bo'lsa
mana bu dehqonchilik qilolmay, ocharchilikda mana shundoq nim bo'lib ketyapmiz. Buningga bir yo'l ko'rsating deganda, uningga ham istig'for ayting dedingiz. 3 xil inson kelib 3 xil savol so'rasa, bir xil javob bilan yo'lga soldingiz. Acaba buning sababini ayting deganda Hasan Basri aytdi ekanki, Hasan Basri dedi ekanki, shundoq men bular 3 kishi 3 xil savol so'radi, ammo ularning hammasiga men bir xil javob berdim. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi deb Nuh surasining 10-oyatidan o'qishga boshladi. Istagfiru robbakum innahu kana g'affara. Yani Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, u haqiqatan mag'firat qilguvchidir dedim. Yursilus samaa alaykum midrara dedim. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Yana qanday qilganda yomg'ir yog'dirib berdi? Ko'plab istig'for aytganda yomg'ir yog'dirib beradi ekan. Istig'forni ko'plab aytadigan bo'lsak, Alloh taolo ana shu yomg'irni yog'dirib beradi ekan. Oyatning davomida aytadi ekanki, "Va yumdidukum bi amwalin va banina" dedi. Ya sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni, yana bola chaqalaringlarni ko'paytib beradi. Nima ish qilsa, istig'for aytsa. Istig'for aytsa, insonga mol dunyoni ham beradi ekan, Alloh taolo farzandni ham ato qiladi ekan. Va oxirida aytadi ekanki, "Va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara" dedi. Sizlarga bog'larni va o'stanlarni ato qiladi dedi. Mana bu darslarning hammasida birdan bir sabab istig'for bo'layotdi. Biz istig'forni qanchalik ko'p aytadigan bo'lsak, kambag'allik degan narsadan qutuladi ekanmiz. Istig'forni ko'p aytadigan bo'lsak, farzand ko'rmagan inson farzand ko'radi ekan. Ocharchilikqa mubtalo bo'lgan bo'lsak ham istig'forni ko'p aytadigan bo'lsak, ana shu ocharchilikdan Alloh taolo bir qutulish yo'lini bizga chiqarib berdi ekan. Va boshqa bir oyatda "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" dedi. Qandaq bir inson Alloh taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, yana taqvo qilish Allohning buyruqlarini ado qilish va Alloh taolo qaytargan ishlardan qaytadigan bo'lsa, yaj'al lahu makhraja, u insonga bir chiqish yo'lini ko'rsatib beradi dedi. Shuning uchun tavba istig'for nihoyatda ko'p aytishimiz lozim. Bu tavba istig'forningki hech qanday cheklimasi yo'q. Qo'limizdan kelgancha istig'for aytamiz. Qachon bir gunohni qilib solsak, uning orqasidan darhol qo'limizdan kelsa bir yaxshilik qilamiz. Qo'limizdan kelmasa, yaxshilik bilan qaytaramiz. Qo'limizdan kelmasa tavba istig'for bilan mana shu gunohimizni yuvib tashlashga harakat qilamiz. Chunki Alloh taolo bandininki qilgan tavba istig'foridan nihoyatda xursand bo'ladi ekan. Vaholanki biz tavba istig'for qilsak, qiladigan bo'lsak, Alloh taologa zarrachilik manfaatimiz yetmaydi. Tavba istig'for qilmasak, nauzubillah, Alloh taoloning biror narsasi eksik bo'lib qolmaydi, kam bo'lib qolmaydi. Ammo qandaq bir banda Alloh taologa yuzlanib, ana shu tavba istig'forni qiladigan bo'lsa, u bandini Alloh taolo nihoyatda yaxshi ko'radi ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandini hech qachon azoblamaydi. Biz qanchalik Allohning yo'liga intiladigan bo'lsak, Alloh taolo yo'limizni shunchalik ro'shan va ravon qilib beradi. Sahobalar mana shu hayoti dunyoda o'zining butun borlig'ini Alloh taolo uchun atadi. Hayoti dunyoning o'zida oxiratningki nimasi bilan yashab o'tib ketdi. Hayoti dunyoning o'zida jannati hayotni yashab o'tib ketdi. Chunki Qur'on va sunnatga muvofiq yashaganlik uchun va shuning bilan birgalikda mana shu hayoti dunyoning o'zida jannatningki diplomasini elib ketdi. Jannatning ochiqisini elib ketdi mana dunyoning o'zida. Ya'ni bu narsa qiyomatgacha nima qilinmaydi? Bu ishi qiyomatgacha taqilib qolmagan. Qandaq bir inson qiyomatgacha mana shu Qur'on va hadisningki yo'li bo'yicha mangadigan bo'lsa, u insonlar ham ana shu sahobalar erishgan ana shu buyuk maqomlarga, oliy maqomlarga erisha oladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, darsimiz bugun mana mushagicha bo'lsin. Namoz vaqti ham yaqinlashib qelyapti. Shuning uchun aziz qarindoshlar,
hammamiz gunohdan xoli bo'la olmaymiz. Buning uchun birdan bir yo'l tövbe istig'forni ko'proq qilamiz. Tövbe istig'forni qilgandan keyin ana shu gunohga bir qaytmaslikni niyat qilamiz. Ana shu gunohga qaytmaydigan bo'lsak, bizning qilgan tövbe istig'forimiz Allohning dargohida maqbul bo'ladi. Shuning bilan biz Allohning muqarrab bandalariga aylanamiz. Alloh taolo hammamizning qilayotgan taat ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin va hammamizni o'zining muqarrab bandalaridan qilsin, yo'limizni ochiq qilsin va bu yaxshilikni tövbe istig'forni o'zimizga ham ravo ko'raylik va boshqa birodarlarimizga ham yetkizib, ularning ham najot topishiga vasila bo'laylik, sababchi bo'laylik. Shunda Alloh taolo hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin, qilayotgan taat ibodatlarimizni loyiqida qilinmagan bo'lsak ham Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Inshaalloh kelarki darsimizda har birimiz o'zimiz bilan billa bir ikki og'inimizni, birodarlarimizni, do'stimizni, qarindishimizni, aka-ukamizni billa elib kelsak, mana shu so'rindan foydalansa, chunki bu so'rin hozirgi vaqtning o'zida eng ko'p savobga erishadigan, sizu bizlarning atrofimizni farishtalar o'rab turgan, shuning bilan birgalikda farishtalar sizu bizlar uchun ey Robbim, mavu bandalaringning gunohini mag'firat qilgin. Boshqa insonlar boshqa g'aflatda, boshqa bir narsaning qo'yiga tushgan paytning o'zida bu insonlar seni zikr qilmoqda, seni yod etmoqda va sening roziligingni istab, tilab mana shu joyga jam bo'ldi. Ey Robbim, bu bandalaringning gunohini afv qilgin deb sizni bizlar uchun duo tilovatida hozirgi vaqtning o'zida. Biz mana shuningga iymonimiz komil bo'lmog'i lozim. Shuning uchun mana bu yaxshi so'rinni jannatda ham Alloh taolo sizni bizlarga nasib qilishini Alloh taolodan tilab qolamiz. Mana shunday go'zal so'rinlarimiz inshaalloh jannatda ham davom qilsin. Alloh taolo hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahu Allah, 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 Allahu